Ama bugün günümüz qarab baxsaqçı, musulmonlar xarob qoldi-go, kafirlar aziz bo'lib qoldi-go, Qur'on Karimda kafirlarni xar degan-go, mu'minlarni aziz degan-go. Musulmonlarning qashqimog'larni qinisini musulmonlikni deysa, ammo biz o'zingni musulmon deb turib chiqmanlarni, guvohlarni o'ltirgan tajovuzning qashda qilishni tashabbus qilsa. Peygamber sallallahu qilib bundoq bir zaman keladi. U zamonda kafirlar musulmonlarga xuddi tahsidagi tamoqqa mehmon kelganga o'xshash keladi. Pulninki insonni farqli qiladigan nuqtasi ma'lum yag'ichilik. Ma'lum yaga borgandan keyin insonninki turmushida qanchalik pul topsa cho'ng bir farq qolmaydi. Lekin shunda turib inson yana pulga intiladi. Nima uchun bilamsizlar? U vaqtda insonning pulga intilishining sababi qanchalik pul bo'lsa shuncha kuchli hisoblanadi. Amaliyotda bir musulmon pulga intilmaslik kerakmi yoki pulga intilish xatomi? Bir mansabga intilish xatomi? yoki bir nam ataqqa intilish xatomi? Asli har bir musulmon pulga intilishi kerak. Ma'lum o'ringa rahbarlik intilishi kerak. Uningdan boshqalarni tuvan ko'rish, o'zini ko'z qilish maqsad qilmasa, hammasi inson ularni musulmon intilishi kerak bo'lgan narsalar. Agar bir musulmon to'g'ri niyat bilan unga intilsa, u bir kuchga aylanadi. Ammo bu yerda biz musulmonninki intilishi bilan kofirning intilishi farq qildi. Musulmon pul topadi. Nima uchun? Uni kuchga aylantirib, shu kuch orqali shu dunyodagi o'zining vazifasini ado qilish, Alloh rozi bo'ladigan bir yo'lda ishlatishni maqsad qilib pul topadi. Musulmon mashina oladi, minish uchun, ishlatish uchun. Ammo u mashina uni ishlatish uchun emas. Pul topadi, u pulni ishlatish uchun. Hargizmi pul uni ishlatish uchun emas. Kuchga intiladi. Nima uchun? U kuchni to'g'ri yo'lga ishlatish uchun. Ammo bir musulmon bo'lmasa yoki musulmon bo'lsa-mu, bu xil iddia qilisida bo'lmasa, shu kuchga erishish orqali boshqalarni izish, qul qilish uchun qiladi kofirlar. Pulni kuch dedik, ammo pul iloh emas. Ya'ni mutlaq kuch emas. Allohning bir sifati Alloh deydi-ki, Al-Aziz, haqiqiy kuch sohibiman deydi. U pulga siz cho'qinmanglar, tepinglar, musulmonning paysini ishlatinglar, lekin haqiqiy kuch sohibiman deydi. Agar inson zodi pul degan kuchgan, hozir shu nazariya va masalan, deb mutlaq uningga bir cho'qinib olgan vaqtida uning qimmat qarashisi, bahosi, tanlashi hammasi shu kuchga qarta bo'ladi. U vaqtda u shu kuchni mayli u bir mansab bo'lsin, va yoki pul bo'lsin, va yoki bir nam ataq bo'lsin, shuni iloh qilib olgan bo'ladi. Masalan, yaqinda Uyg'urlar haqida bir ovoz tashlabdi. Nima uchun nurg'un davlatlar bizga qarshi Xitoyning foydasiga bilan tashladi? Kuchga ishonganlik uchun. Xitoy kuchli. Bu yerda shu narsa oshkora bo'ladiki, ular kuchga iymon etdi. Biz kuchni qo'l keltirish uchun tirishimiz. Bu ham farz, ammo kuchga iymon etmaymiz. Biz haqiqiy kuch sohibi bo'lgan Allohga iymon etamiz. To'g'ri xato qimmat qarashlarimiz, tanlashlarimiz Alloh to'g'ri degani bo'yicha, mushu bo'yicha amal qilamiz. Masalan, Falastin, Isroil masalasida nurg'unlagan kishilar Isroil taraf turdi. Nima uchun? Kuchli bo'lganlik uchun. Mana bu haqiqiy kuchni musulmoncha ishiltish yoki musulmoncha bir pozitsiya tutish emas, balki kuchga iymon etganlik. G'azzani nima uchun kishilar qaradi? G'azzani ojiz bo'lganlik uchun. Xuddi Xitoyning qashda kuchga ishinib, Xitoy degan kuchli, Xitoy degan boy deb ana shuning kuchiga iymon etganlar Xitoyning qashog'anga o'xshash Falastin Isroil masalasida foyda manfaat bor deb Isroilning qilganini to'g'ri desak, bu vaqtda biz kuchga iymon etgan bo'lamiz. Foyda manfaatga iymon etgan bo'lamiz. Alloh taolo bu ism orqali deydi-ki, ey insonlar, kuchga iymon etmanglar, kuch izlasanglarmi, Al-Aziz bo'lgan Alloh men, haqiqiy kuch sohibi men deydi. Bir odam kim kuchli bo'lsa bizning qashda deb haqiqat nahaq o'lchimi qarab o'lchsa, u vaqtda ana shu kuchga, ana shu manfaatga iymon etgan bo'ladi. Shu Alloh taolo Qur'on Karimda buni alohida eskartib qo'ydi. Nima deb? Vattakhadhu min dunillahi aliha liyakunu lahum izza deydi. Bir bo'lak kishilar va yoki kofirlar Allohdan boshqa bir ilohni iloh qilib oldi. Nima uchun iloh qilib oldi? Liyakunu lahum izza. Ularga bir kuch bo'ladi deb. Ya'ni bir foyda manfaat keladi, bizni aziz qiladi. Biz ashundan qo'shqash tursak, izzatli bo'lamiz, aziz bo'lamiz, kuchli bo'lamiz deb Allohning tunidan boshqa birsini iloh qilib oldi deydi. Bu yerda shuni demoqchiki, biz kuchga intilamiz, kuchli bo'lash bu islomning talabi. Alloh taologa kuchli mo'min, ojiz mo'mindan suyumlik, lekin biz kuchni qo'llanamizki, hargiz kuchga iymon etmaymiz. Bizning to'g'ri xato qarashimiz u kuchninki degani bo'yicha emas, Allohning degani bo'yicha bo'ladi. Mana shu bizning va haqiqiy kuchni to'g'ri ishlatgan kishilarningki va kofirlarning va yoki shu kuchga iymon etgan kishilarning o'rtasidagi farq mana shu. Mana biz o'rganmoqchi bo'lgan Allohning ismida Al-Aziz deydi Alloh taolo. Haqiqiy kuch sohibi bo'lgan zot men deydi. Shunga dunyodagi foyda manfaatga bir iymon etsa bir odam, Alloh taolo Qur'onda degandek, liyakunu lahum izza. Uning bir kuch bo'lishi uchun Allohdan boshqa bir ilohni qilib olgan bo'ladi. Buningga bek diqqat qilishimiz lozim. Ma'lum manfaat deb yoki men kuch bo'ladi deb ana shunda kuchga manfaat iymon etgan kishilarni bu bir munofiqlarning sifati deb bayon qildi Alloh taolo Qur'on Karimda. Alloh taolo bashiril munafiqin deydi. Munofiqlarga bishorat bergin. Nim bilan?
bi anna lahum azaban alima. Ularga detlik azab bor deydi. Ondan keyin bu munofiqlarning sifatini bayon qilib Alloh taolo allazina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. O munofiqlar kafirlarni müminlarni qap qo'yib do'st tutadi deydi. Bu yerda bir mümin izlayotsa, menda bir kafir uningga zulm qilyotsa, masalan bir Uyg'urga Xitoylar zulm qilyapti shunda hozir. Bu shunda zulm qilyotsa, endi men musulmon degan birisi yoki musulmon degan bir davlatdan birisi qopab, Uyg'ur musulmonlarni qap qo'yib Xitoyni do'st tutsa, uninglar yaqin o'tsa, biz Xitoy tarafda desa, Uyg'ur qarshi ovoz bersa, u kimkan? Allazina yattakhidunal kafirin. Müminlarni qap qo'yib, kafirlarni do'st tutadi munofiqlar. O'zi musulmon deganlarninki va yoki musulmon degan davlatlarninki ana shu Xitoy tarafini tutadiganligi, o'zi musulmon deganlarninki Isroil tarafini tutadiganligini Alloh taolo Qur'on karimda bayon qilib, ayabtag'una indahumul izzah deydi. O'zini musulmon deb turib kafirning tarafini tutayotganlar, o'zini musulmon deb turib Uyg'ur musulmonlarga qarshi bilat tashlayotganlar, o'zini musulmon deb turib bechora mazlum falastinlik musulmonlarning qarshisida Isroilning qishini o'rin olganlar, ayabtag'una indahumul izzah. Sizlar ularning qishdan kuch izdamsizlar, izzat izdamsizlar. Ya'ni biz mushul taraf tursak kuchli bo'lamiz, mushul taraf tursak savdimiz aqadi, mushul taraf tursak biz texmi davoyimiz aqadi deb o'ylamsizlar. Innal izzata lillahi jami'a. İzzat Allohga xos. Bütün kuch Allohga xos. Bunda iymoninglarni kuchga pul qilib etmanglar degan bu mazmuni bu oyatdan olmoq tasimiz. Nəhayət uçqa bu oyat bizning masalamizga va hozir bo'layotgan masalaga nəhayət o'rtaq tushdi bu. Man kana yuridul izza falillahil izzatu jami'a. Kimki kuch xolisa, g'alaba xolisa, ya'ni bugungi kunimiz davoyimiz oqson desa, falillahil izzatu jami'a. Hammasi Allohga oid. Shuning uchun Alloh to'g'ri deganni to'g'ri deb yashanglar. Alloh xato deganni xato deb yashanglar. Ya'ni himmat qarshimiz cho'qim Alloh degani bo'yicha bo'lsin degan mazmunda mana mush oyat Qur'on karimda bizga nəhayət uçuq bayon qildi. İnson mana shunda o'zi zodi Alloh kuchli, haqiqat degan kim kuchli bo'lsa, shuni degani bo'yicha bo'lmaydi deb turibmi? Kuchlikni cho'ng bilib ketadigan, nahaq bo'lsa-mu kuchlikning tarafida turib ketadigan bo'lganlik uchun inson Alloh taolo takror Qur'on karimda buni eslatadi bizga. Yana deydi: "Qul ey Muhammad insonlarga ayt, müminlarga ayt, malikal mulk tu'til mulka man tasha." Padişahlık, kuch, saltanatning egisi Alloh. U Alloh padişahlikni, saltanatni, kuchni xohlagan kishiga beradi. Va tanzi'ul mulka mimman tasha. Xohlagan kishidan elib oladi. Va tu'izzu man tasha. Xohlagan kishini aziz qiladi, kuchli qiladi, g'alaba ato qiladi. Va tuzillu man tasha. Xohlagan kishini xor qiladi. Biyadikal xayr. Bütün yaxshilik, bütün g'alaba, bütün manfaat, bütün kuch Allohning qo'lida deydi. U Uyg'ur qarshi Xitoydan qarshi turib bizga qarshi ovoz berganlarni munofiqning sifati qatorida bayon qildi Alloh taolo. Biz ularni ayblab turib, masalan, bugun kelgan vaqtda Isroillar kuchli deb u tarafda turish va u tarafda turganlarni aqlash bu bak xatarlik bir ahvol bu. Amaliyotda bu o'zimizning mantiqisini aqliy bo'yicha o'ylasakmi buzudi bu. Sen musulmonlarning qarshi turmaganlarni, qinisini musulmonlikni deysa, ammo biz o'zingni musulmon deb turib, chiqballarni, buvoqlarni o'ltirgan tajovuzning qarshida turishni tashabbus qilsa, qani bu vaqtda sendagi musulmonlar biyadikal xayr. Bütün yaxshilik Allohning qo'lida. Innaka ala kulli shay'in qodir. Ey Alloh, sen har narsaga qodirdir deydi. Qarab qarag'an bo'lsak, Allohning aziz degan sifati qarindoshlar Qur'on Karimda 90 dan ortiq yerda zikr qilinadi. Eng ko'p Rahim sifati bilan birga keladi bu. Rahim degan nima deb biz o'rganib bo'lgan? Qaysinglar bilasizlar? Rahim degan Allohning qaysi sifati? Nima degan ma'nosi? Nəhayət shafqatli shundaqmi? Alloh haqiqiy kuchlik va shafqatlik. Nima uchun shafqatni bu yerda juplab keltirib bilamizlar? Inson kuchli bo'lgan siri shafqatsizlashadi. Inson kuchli bo'lgan siri uning xiyoliga faqirlar, miskinlar kirib chiqmaydi. Alloh deydi-ki, "Men kuchli, lekin men shu ojizlarni, faqirlarni, miskinlarni, ojiz musulmonlarga men shafqatlik, men kuchli bo'lganligim bilan o'zimning tabiiy xuddi insonlarga o'xshash emas" demoqchi Alloh taolo. Allah kuchli ham shafqatlik. Ammo insoncha kuchlangan siri o'rni o'rlaydi, ojizlarni yiroqlashadi, hatto ojizlarni izidi. Ammo Alloh taolo hasha lillah. Alloh hargizmi unda emas. Dal aksicha kuchli, ammo shafqatlik. Endi yana bir mush ism munosabatlik Allohning yana bir ismi Al-Mu'izz. Allah izzatlik qilguvchi, g'alaba ato qilguvchi degan ma'noda. Alloh subhanahu va taolo kimni izzatlik qiladi? Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni aziz deb sifatladi. Shundaqla o'zining kitobini va innahu lakitabun aziz. U Qur'on aziz dedi. Ya'ni bu yerdagi aziz degan gap u Qur'onga ishongan kishilarni dunyoda aziz qiladi, izzatlik qiladi va oxiratda izzatlik qiladi dedi. Tarix qarab boqadigan bo'lsak, Alloh taolo Qur'on Karim tushgandan tortib 13 asrdan buyon musulmonlar ma'lum mezgillarda uzilib ketgan bo'lsa-mu, dunyoda turibdi, aziz bo'ldi. Innallazina yuhaddunalloha va rasulahu ulaika fil azallin. Allohga urush ochganlar, uning payg'ambariga urush ochganlar, musulmonlarga zulm qilganlar, tajovuzlar bo'lsa, ular xardi. Ammo bugungi kunimiz qarab baqsaqchi, musulmonlar xarob qoldi-g'o, kofirlar aziz bo'lib qoldi-g'o. Qur'on Karimda kofirlarni xar degan-g'o, mu'minlarni aziz degan-g'o. Alloh taolo va illahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin. Alloh izzat sohibi, bu izzat rasuliga, mu'minlarga degan-g'o. Afsus, bizda Qur'ondagi mu'min
bulanmadı. Kur'an'daki vədə haqqdır. Bomuz Kur'an-ı Kerimdə Kataballahu la aglibenne ana ve rasuli innallaha qaviyyun aziz. Allah levhul mahfuzga mening ve mening peygamberlerim çuqum qalbi qilimiz deb yazdı deb bunu bekitib etgan. Ama bugün kunda musulmonlar qarasak aciz bo'lib qoldik. Nima uchun? Chunki biz Alloh taolo Qur'on Kerim degandek mu'min bo'lolmadik. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de özünün yardımı kiladigan, aziz buludigan müminlerini qanday sifətləgan? Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum. Ey Muhammed, ayting kishilarga, sizlarninki dadanglar, balalaringlar, umaq farzandlaringlar, qarindoshlarringlar, juftilaringlar va tas topgan pullaringlar va tijoratun taxshawna kasadaha, iqvatgan tijaratinglar va masakin taradawnaha, bizab amdi o'ltiray deb turgan uyanglar, ahabba ilaykum minallohi va rasulihi va jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallohu bi Aşı nəsrlərin hamısı, maşinanlar, yenidə ağan telefonunlar hamısı vaxt gəlgəndə mən Allah yolunda muş nəsrlərdən keçələymən deydiğən muş ruh bolmasa Allah'ın yardımını təxək kütünlər kəməydi o deydi Allah Taala. Bizi qarab baxayla aşı bir pidakranı ruh bağmı hazırkı musulmonlarda? O əfsus hamımız özümüzdəki şu bir kişilik turmuşunu güzel qilishini amma umumi musulmonlarınki haqqında gəm yeydiğən oyundan kişilərə aid az qaldı. Hətta o xil ruh bizi təxək yetilib bulanmadı. Şunun üçün Allah Taala deydi: "Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi." Kütünlər deydi. Demek Allah'ınki izzetli kıldığı Müslümanlar idik biz asli. Ama bazı şartlarına hazırlayamadık. Eğer biz bu şartlarına hazırlasak, Allah'a ahiretke hakiki işensek, çokum müminler aziz buludu. Biz müminler asli ölümünü yok oluş deyip qaramaymiz. Müminler ölümünü ahiret hayatıga kiriş işki deyip buludu. Yeni bir ebedi hayatının başlanışı deyip buludu. Onda bilgen mümin asli ölümünü korkmaslık gerek. Yani hakikat yoludur bir ölümden korkmaydıgan bir ruh oluş gerek hiç olmagan çağda. Ama bugün günümüzde biz asaslar ölüm hakkında gap qilishni yoqtirmaymiz. Ölüm hakkında gap qilsak başka gap qilishni deymiz. Nima uchun? Tayyorlik boş. Xiyolimizni buzib soladi. Tayyorligimiz bo'lmagandan keyin bir o'taverlar, o'lim haqida gaplashmaylar deyishimiz. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mushunda bir kayfiyat shakllangan vaqtda sizlarga xorliq bo'ldi degan hadisda. Payg'ambarimiz hadisini ayt ina qilib, shundaq bir zaman keladi. U zamonda butun kofirlar musulmonlarga xuddi taxsidagi tamoqqa mehmon kelganga o'xshash keladi degan. Yani xalığan çıkılıp öldürüdü, xalığan çıkılıp sulaydı degan. Sahabeler hayran qilib, o vaqtda bizning sonimiz az bo'lgandan keyin shunda buzaq qilamdi ey Rasululloh. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi: "Yo'q, az emas. Lekin o vaqtda siz ko'pikka o'xshaysizlar" dedi. Sonimiz az emas dedi. Bugungi kunimizda sonimiz azmi? 2 milliard az emas. Lekin dal payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, dengizning ko'pikka o'xshaymiz. Dengizning ko'pik degan qanda qarisi bor, qo'l shunda asa hech nima chiqmaydi. Yani süpetsiz, kuldan bir iş kelmeydiğen, hakiki emas. Mesela bir video taqaldı. Çaq şekillik video ekan, lekin realligimizni aksar turib beradi. Birisi hozir g'azida bo'lganini bilamsiz debdi, bilmadi dedi. Biri shu mazmunlarga yordam qilamiz debdi, yordam qilmadi dedi. Shunda Endi ismingizni bir deb qana qildi. Deb begini qash ketdi. Hammamiz qash ketdi. Haqiqiy iymon jihatdan süpetsizligimizni isbotlar. Realligimiz ham shu. Bu yerda ikki narsa bor biz. Aniq bekitish tegishli. Cho'qim musulmonlar pul tepish kerak, ilm o'qish kerak, tushunish kerak, ammo uni cho'qilmaslik kerak, pulni tepish kerak, yanchoqqa salish kerak. Qalbiga emas, unuga bağlanıp qalmaslik kerak. Vaqt kes ishlatadigan maqil ruh bilan tepish kerak. İslam dini hargiz faqirlikqa tashabbus qilmaydi. Pul tepishga tashabbus qiladi. Shunga payg'ambarimiz rizq tilaydi, rizq. Rizq ichida pul bor, ammo unuga bağlanib, unuga qul bo'lib qolmaslik kerak. Maydisimi deydi ya: "İza tabaya'tum bil 'ayna wa akhadna adnab al-baqar." Yani İslam shu. Jazoni ulamdi, jazoni bo'lmamdi. Har xil savdo satiqlar bilan bo'lib, terib, qolu vaqib, mushunda ishlar bilan bo'lib, va taraktumul jihad. Kurash qilishni tashlasanglar, Alloh yo'lida jihad qilishni tashlasanglar, yani sizning yurtingizga bes tajovuz kirsa, etizliqingizda ishlar versanlar, kalanını bekir versanlar, ticaretini qilib versanlar, qanday qilamiz deb o'ylanmasanlar, Alloh taolo sizlarga xorliqni kirgizib qo'ydi deydi. Bu dunyoning qonuniyati. Afsus. Bugungi kunimizda hammamizdan bunday gapni anglag'imiz kelmaydigan bo'lib qilganlik. Lekin bu Rasululloh deb qo'ydi. Xorliqning sababi mushu dedi Rasululloh. Hech bo'lmasa ruhiy jihatdan bu jihatda tarbiyalanishga ehtiyojimiz bor. Alloh subhanahu va taolo bugun o'rgangan Al-Aziz ismi bilan Al-Mu'izz ismidan bizning oldigan nasibimiz nima? Alloh taolo butun kuch sohibi ekan, unda bo'lsa biz dunyodagi o'tkinchi, zolim, tajovuz kuchlarga cho'qinib qolishdan qattiq saqlanishimiz lozim. Kishilarning bugungi kundagi cho'ng bir qancha butlari bor. Payg'ambarimizning davridagi but yo'q hozir. Boshqa butlar bor. Mana bu shunday kuch butlari bor. Küçük çoğunluğun, küçük şunu desek oldu deydiğin, küçük çoğunluğun başında işler var. Bunun o çoğunluğu karıştığın katlık saklanışımız lazım. İkincisi Allah Teala güç sahibi. Onda boğan iken biz aş güç sahibi olan Allah işengen olsun boğan ikenimiz asla ve asla izlengü, buşan, cesaretsiz olmamız lazım. Mümin asla ve asla izlengü, cesaretsiz olmaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sahabelerine onda terbiyelemigen. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kaşığa bir adam gelip sordu. Ya Resulullah, bir adam gelip benim pulumni ilvağlı kopsa kandak kılma dedi. Bizim atalarımızın deydi o. Tohumunu taşık uman deydi. Şunda o. Resulullah ne dedi? Beğenmeyiz dedi. Eğer men bilen urussuçu dedi. Hadi üzümünü öyle bakalım. Urussuçu dedim deniz balarımızga. Bala meli bir işinizi kılırın, xalan sokaşmak deyimiz şunda o. Resulullah anda terbiyelemenin sahabını. Eğer men bilen urussuçu depti, uruş dedi. Eğer beni öldürmesi depti,
o'ltirilsang shahid dedi. Agar men uni o'ltiribsam-chi debdi. Uni o'ltiribsam, haqqini ilib olib qolgandan keyin u do'zaxda bo'ladi dedi. Qaranglar Rasulullohning sahobaning tarbiyalashini izlangulikka bizning islom dinida yo'l yo'q. Shuning uchun biz o'zimizni aziz bo'lgan Allohga ishondik deydi ekanmiz. Alloh aziz, biz mu'minlar sifatimiz bilan ma'naviy jihatda o'zimizning bir kuchli, haqiqiy jasoratli bir kishi ekanligimizni unutmasligimiz kerak va o'zimizda bu xil jasoratni yetildirishimiz kerak. Bugun kunimizda biz musulmonlarning eng yo'qotib qo'ygan narsani bilsanglar, o'ziga bo'lgan ishonish, iymonidan faxrlanish tuyg'usini yo'qotib qo'yganlik. Hatto ba'zi yerda o'zimizning musulmonligidan xijilib qoladigan, bunda iymon asla va asla manfaat bermaydi. Biz o'zimizning musulmonligidan faxrlansak, bir uchun namoz o'qimaydigan odamdan oz kelib qolsak, namoz o'qib qolsa, namoz o'qig'ili xijillab, kechiktiradigan ishlar yo'q emas. Namoz o'qib qoldi, boshqalarning namoz o'qimaganligini xijil qildirib, o'zimizdan bir to'g'ri ish qilganligini bildirishimiz lozim asli. O'zimizga ishonishimiz kerak. Afsus, biz buni yo'qotib qo'ygan bo'lg'achqa to'xtama o'zimiz chekinyapmiz. Aziz bo'lgan Allohning bandasi biz. Ruhiy jihatdan eng kuchli biz. Shunga shu o'zimizning ruhiy jihatda imandan faxrlanishimiz lozim. İzzet his qilishimiz lozim. Chunki biz ishongan kitob aziz, ishongan odamni aziz qiladi. Biz ishongan Alloh aziz, biz ergashgan payg'ambar aziz, uningga ergashgan kishilar aziz bo'lgan. Biz agar haqiqiy shaklda ergashsak, bizmo inshaalloh aziz bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni aziz bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning o'zining nasibasini elib, o'zini iymoniy jihatda izzat his qiladigan va shundaqla Allohning va'da qilgan izzatiga, g'alabasiga loyiq kishilarning qatoridan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo hammamizni kuchga cho'qingan emas, kuchni qo'lga olgan va uni Alloh yo'lida ishlatgan, uni qul qilgan kishilarning qatoridan qilsinki, hargiz kuchliklarningki nahaq bo'lsa-mu tarafini olib qoladigan, kuchliklarni o'ziga iloh qilib oladigan bunday kishilarning qatoridan bo'lib qolishni Alloh taolo hammamizni saqlasin Alloh subhanahu va taolo. Ma'naviy jihatda izzat, iymondan faxrlanadigan, musulmon bo'lganligidan faxrlanadigan bu xil ruhni Alloh taolo hammamizga ato qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.